Anor, Sayyora, Suraya, Zuhra, Yulduzlar, Ayya, Kunlar. İlyas Bey, R tovuqlarini aytishni istaysizmi? Ha, Unda qarang, İlyas Bey, sizga hozir biz R tovushini chiqaramiz. Faqat yerga pichoqni berishingiz. Endi har bir so'zingizda R bo'ladi. To'liq talaffuz bilan gapirasiz, inshaalloh. Xo'pmi? ha, İlyas Bey, qo'limda avtomat o'yinchog'im turibdi. U bilan men ochishim kerak va bunda ovoz yo'q. Bunga ovozni kim qo'yadi? Men qo'yaman. Dir tovushini xuddi pistoletni otganday otamiz. Dir! Xuddi mana shunday. Demaysiz. Dir deb chiqarishingiz kerak. Ishlaydi. Tasavvur qiling. Bu avtomat o'yinchoq. Avtomat o'yinchog'ingiz bo'lganmi? Ko'rganmisiz? ha, ustoz. Xuddi shunday tasavvur qilib otamiz. Ketdik. Nafasni birinchi olib olamiz va tilni mana shu yerga qo'yamiz. Tishdan sal tepada. Tishni orqasiga tegib, yumshoq vibratsiya bo'lishi kerak. Ketdik. Nafas olamiz birinchi. Bir